Navbahor muxlislari klubga ko'proq foydami yoki muammomi? Faqat rostini ayting. Aytib bersam, o'z muxlislariga juda qiziq bo'ladi. Ishtaydi. Hech kim eshitmagan. Ruxsat bering, o'rtoq boshliq dedi, gapirishga dedi. "Ha, nima? Haqiqiy aybdor nimaga jazolamayapsizlar?" Kim dedi. Men ochiq gapiraman, yuzga tupurganman. Nimaga? 25 ming muxlisi bir tiyinga olmagan. Bu inson agar qo'pol qilib gapiraymi, ko'r bo'ladi agar. Men hamma joyda mana shu gapga javob beraman, qonun oldida ham, boshqasini oldida. Turolmayapman. Halgi joyda ko'zdan yosh kelyapti, o'zimni to'xtata olmayapman. O'ta hurmat qilardim Nodir aka, haqiqatan. Ayniqsa mana shu ukamiz zo'r edi. Men zo'r bo'lganman-da. Prezidentimiz ham bizni Namanganni bol bilan deganlar, kayfiyat. Nima uchun endi Namanganni mana bu vazirlarimiz esdan chiqarib qolyapti? Yo, обязательно yoshi prezidentga bir video murojaat qilishimiz kerakmi? Qo'shqo'llar faqat poddeshkani Andijonga berishyapti. Namanganga ham kelishsin. Mana sen 30 ta bolani fan klubingni yo 20 ta bolani Amerikaga, Fransiyaga haqqadir olib boraman deysiz, bizda ham bolalar keladi. Umrimizni baxshida qilganmiz bu jahon chempionatiga milliy terma jamoa chiqish uchun. Bu necha marta chiqa olmadik. Biz u 10 yildan oshiq umrimizni berganmiz. U paytda andijonlik kelmagan birortasi. Usuli siyosatga ham to'g'ri kelmaydi bu narsa. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqan, Andijon emas. Lekin meni qamab qo'yishmasa unga Mana biz chaqirishdi, 1000 AQSh dollar pul berishdi. Rahmat kelganingiz uchun. Ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Rahmat sizlarga ham. Assalomu alaykum Namangan. Bizda podkast boshlangan. Podkastda oddiy gaplar yo'q. Namangancha gaplashamiz, qani let's go.